Suv tayyor bo'ldi. Zazorlari, arqa fartuklarini chiroyli qilib joyiga tortdi. Mana tepa zazorlarini bir xil. Orqasidan yetib olgan. Fartuk kirib ketgan. Bagaj yaxshi o'pilmaydi buni. Xo'p. Fartuklari kirib ketgan. Mana 12 ta arqa fartukini tortyapmiz. 12 ta arqa fartugi ozroq yumshoq ekan, akkuratni tortmasa tez bukilib ketadi. Arqa fartuk bu tarafini tortyapmiz. Hajm bo'lyapti. Mana fartugini tortgan 12 ta zazorlari katta idealni bo'ldi lekin. Hali bunaqasi bo'lmagan. Ikkala taraf ham bir xil. Buni tag qismi. O'zlaringiz sifatiga baho berasizlar. Hali bu fer bilan terilgan holatda ham yana video qilib taylayman. Suv tayyor bo'ldi. Zazorlari, arqa fartuklarini chiroyli qilib joyiga tortdi. Mana tepa zazorlarini bir xil.